Yana bir buyuk haqiqat shuki, tavba qilish uchun albatta gunoh qilish shart emas. Odam bolasini o'zi xatodan iborat. Aniq bir gunohni qilib, ko'zga ko'rinib, qo'lga tushib qolish shart emas. Har doim tavba qilish kerak. Rasul akram alayhisolatu vassalom agar dunyoda bir odam zoti tavba qilmay yuraversa bo'ladigan bo'lsa, shu kishi bo'lishi kerak. Chunki Alloh taolo u kishini avvalgi va oxirgi gunohlarini kechirib qo'ygan. Ma'sumliklarini e'lon qilib qo'ygan. Ya'niki gunoh qilmaydigan qilib yaratgan Alloh. Lekin shu zot nima deydilar? Tavba qilinglar. Men har kuni 100 marta tavba qilaman deydilar. 100 marta har kuni. Umrida zarracha gunoh qilmagan zot har kuni 100 marta tavba qiladi. U kishini ummatlari siz bilan biz gunohkor bandalar, demak tavbani ko'paytirishimiz kerak. Kullu bani Adam xato va xayrul xattoin at-tawwabun deydilar Rasul akram alayhisolatu vassalom. Odam bolasini hammasi serxatodir. Xatosi sig'may yotibdi. Lekin serxatolarning eng yaxshisi sertavbasidir. Odam bolasi borki xato qiladi, imkoni yo'q xato qilmasdan. Lekin shularni xatokorlarni yaxshisi nima? Sertavbasi. Tavba so'zi qaytish ma'nosini anglatadi. Ya'ni gunohdan qaytish, Allohga qaytish, yaxshilikka qaytish, xayr barakaga qaytish bo'ladi.